سبح اسم ربك الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda hammamizning qilgan ibodatlarini, qilgan yaxshi amallarini o'z dargohida qabul qilsin, duolarini ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarga salomatchilik va xotirjamlik ato qilsin. Bugün biz Allah Teala'nın izni bilen A'la suresinin 1. ayetinin tefsirini bayan kılımız. A'la suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge Mekke mükerremede düşken 19 ayetlik bir sure. Bu sure Sabbih isme rabbikel a'la suresi deb atıldı. Sahih Buxoriy ve Sahih Müslim'de kelgan hadisde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sureni namazda o'qishni Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga tavsiya qilgan. Yana bu A'la suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp o'qishni yaxshi ko'radigan suralardan biri. Bu surede Allah Teala'nı ulug'lash, Allah Teala'nı barliq ayb ve nuqson, kamchiliklardan pok ve munazzah deb bilish, Allah Teala'nın insanlara ato qilgan ne'matlarini, cheksiz qudratini bayon qilish bo'lganligi uchun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureni ko'p o'qiyatdi. İmam Ahmad rivayet qilgan hadisda Ali radhiyallohu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu A'la suresini pek yaxshi ko'radi degan. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 heyt namazida Sabbih isme rabbikel a'la suresi bilen Hal ataka hadisul gâşiyeh suresini o'qiyatdi degan. Hazreti Aisha radhiyallohu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazının 1. rakatiga Sabbih isme rabbikel a'la suresini o'qitdi. 2. rakatiga Qul ya ayyuhal kafirun suresini o'qitdi. 3. rakatiga Qul huvallohu ahad suresini o'qitdi degan. Bu mübarek sure shundoq ulug' sura bo'lganligi uchun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana shundoq yaxshi ko'rib har doim o'qitdi. Hatta sahabe kiramlardan kelgan rivayetlarda Medine Munavvaradagi ansar sahabelar shundoq degan. Medine'ga 1. qatim ko'chib kelgan, hijrat qilgan kishi Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ve İbn Maktum radhiyallohu anhu idi. Bu ikki zot bizga har kuni mushu Sabbih isme rabbikel a'la suresini o'qib beradi. Bu sureni o'qishni Resulullah'ın emri bilan, buyrug'i bilan shunday qiladi deb rivoyat qilgan. Bu mübarek surede Allah Teala aldı bilen özününki cheksiz kudretini ve kattı nimetlerini bayan kılgandan keyin Kur'an-ı Kerim'ni nazil kılganlıkını, Kur'an-ı Kerim bilen bütün insanlarını agahlandırış, onların Allah Teala'nı tanıtış, insanlarını Allah'a çakırış için nazil kılganlıkını, ahirde
insonlarninki qiyomat kuni do'zaxdan qandoq qutuladiganligini bayon qildi. Birinci ayetning bugün tafsir qilmoqchi bo'lgan, bayon qilmoqchi bo'lgan birinci ayetning tafsiriga kelsak, Estaizu billah, Sabbihisme rabbikal a'la. Ey hürmetlik peygamberim, sen ulug Rabbinin isimlerini tenzih kılgın, yani mukaddes, munazzeh, hammadin pak, her kandak özüge layık olmaydıgan, nalayık narsalardan pak dep bilgin, şundak dep Allah Teala'nın zikri kılgın deydi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge hitap kılış arkalık kıyamet kişi kıldıgan bütün Müslümanlığa Allah Teala'nın kudretinin çeksiz ikenlikini ve Allah Teala'nın 99 ismi var. Bu isimlerden hemmisi, her biri Allah Teala'nın uluğluğunu köküstüdür. Şu isimlerinin, şu sıfatlarının hemmisi de Allah Teala'nın çeksiz ikenlikini, Allah Teala'da hiç kandak kemçilik, hiç kandak hatalık yokluğunu zikr kılıp, tılgı edip, Allah Teala'nı mukaddes, uluğ, pak dep bilişini ve muşundak dep zikr kılışını, her zaman tılgı edişini bayan kıldı. Allah Teala'nı nimelerden pak dep bilmez, Allah Teala'nı şirkten pak dep bilmez. Allah Teala barlık sıfatları da, barlık işleri de çeksiz bolğanlığı, mükemmel bolğanlığı, hamma işni özü yalğız qıla alaydiganlığı, hiç qandaq narsige ihtiyacı yok bolğanlığı üçün Allah Teala'nın şirki yok. Allah Teala şirkten pak, şirkke yani bir başka bir narsige ihtiyacı yok. Şirk degen biz insanlarga okşaş, hamma işni özümüz qıp ketemegen vaqtida bir neçe adam birleşip şirk olup kılımız. Bu acizlikninki alameti. Özümüz yalğız aciz kep qalganlığımız üçün başkalar bilan şirk olup bir işni ro'yobga chiqaradigan gap. Allah Teala'da acizlik yok. Allah Teala'da kemçilik yok. Allah Teala'nın kudreti çeksiz. Allah Teala'nın ilmi çeksiz. Boğanlığı üçün Allah Teala'nın hiç qandaq tenkiledigan, Allah'a okşaydigan hiç qandaq narsa yok. Hiç qandaq narsa Allah Teala'ga şirik ortak bulanmaydı. Allah Teala'ga tangdaş bulanmaydı. Allah Teala'nın ki şirkke ihtiyacı yok. Şuna Allah Teala hadis-i kudüsüde ana agnaş şuraka menimki kat'i şirkke ihtiyacım yok degen. Mana bu şundak Allah Teala'nın şirkten pak, hiç qandaq narsa Allah'a tenkilenmeydi. Allah Teala özü yalğız, hamma işni özü yalğız kılıdı dep bilimiz. Allah Teala atıdın, balıdın munazzeh. Allah Teala bir narsige okşap kılıştın munazzeh. Hiç qandaq narsa Allah Teala'ga okşamaydı. Allah Teala'nın atısı, anısı yok. Allah Teala'nın balısı yok. Hristiyanlığa okşaş Allah'ın balısı var deyiş. Bu Allah'a şirk keltirgenlik, Allah Teala'nı tanımağanlık. Allah Teala'ga okşaydigan hiç narsa yok ve Allah Teala'mı mahlukatlarının hiç narsige okşamaydı.
Chunki bu dunyodagi hamma narsa bir Allohdan boshqa narsalarning hammasi Allah yaratgan maxluq, yaratquchi faqat Alloh taolo o'zi. Undaq bo'lgan ekan, bu yaratilgan narsalar yaratquchiga o'xshamaydi. Bunlar yaratilgan narsalar ojiz bo'ladi. Uning uchun yaratquchi qudrati cheksiz Allohga shirik bo'lolmaydi, o'xshamaydi, teng kelolmaydi. Shuningga o'xshash Alloh taologa loyiq bo'lmaydigan har qanday narsadan Alloh taoloni pok va ulug' deb bilamiz. Shundoq bilgin degan bo'ldi oyatning ma'nosi. Alloh taolo zotida, barliq sifatlarida, ismlarida, qilgan ishlarida va bergan hukmlarida munazzahdir, pokdir, ulug'dir. Hech qanday kamchilik, hech qanday xatolik, unutib qilish deydigan narsa Alloh taoloda bo'lmaydi. Alloh taolo shundoq ulug' zot deb e'tiqod qilamiz, shundoq ishonamiz va bu so'zni har kun namozimizda shu Alloh taoloning qudratining oldida, Alloh taoloning ulug'ligining oldida, Alloh taoloni hurmatlab, Alloh taologa ta'zim qilib, beshimizni yerga qo'ygan vaqtimizda Subhana Rabbiyal A'la deb bu Allohning ulug'ligini, pokligini tilimizga ilib, Alloh taologa hurmat bildiramiz. Hamda bu oyat-i kerimada Sabbihisme Rabbika, Rabbimning ismini tilga olgin, Rabbingning ismini ulug'lig'in deb bu yerda Rabbika deb keltirishiga kelsak, Alloh taolo Rabb degan hamma narsani yaratquchi, yaratgandan keyin tashlab qo'ymay, uning barliq ehtiyojini qamdab, uni tarbiya qilib, uni o'stirib, uni himoya qilib, uni saqlab turg'uchi hamma narsaninki egisi degan bo'ldi. Hamda shu hamma narsaning ichida biz insonlar bor. Shuna Subhana Rabbiyal A'la, men Rabbimni, ulug' Rabbimni barliq ayb va nuqsonlardan pok va munazzah deb bilaman degan vaqtimizda Rabbim degan so'z mening yaratquchim, mening parvish qilg'uchim, mening himoya qilg'uchim, menga rizq berguchim, meningki kasal bo'lsam shifolik berguchim, duoyimni ijobat qilg'uchim, meningki egam bo'lgan Allohni mushundoq ulug'layman, uni shundoq muqaddas deb bilaman, uni barliq ayblardan, kamchiliklardan pok deb bilaman degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda Rabb so'zini Alloh taolo keltirdi. Rabb degan masalan bir dehqon yerga urug'ni tergandan keyin u o'sib, pishib yetilguchilik uningga parvish qilib, uni sulab, uni o'tab, uni har turli xatardan saqlab kelganini deydi. Shunga o'xshash Alloh taolo bizni yaratgandan keyin bizga kerakli bo'lgan havo, suv, undan boshqa barliq ehtiyojimiz bo'lgan ne'matlarni, sonsiz ne'matlarni bizga ato qilib, bizni har turli xaym xatarlardan qo'g'dab, bizni himoya qilib, bizga bergan shu ömrimiz tugaguncha bizni tarbiya qilib, parvish qilib turadigan egimiz. Endi bu egimiz bo'lgan ekan, bizni qanday qildi? Boshqurdi. Bizga buyruq qildi, bizningki manfaatimizga
bu dünyadaki hayatımız için, ahiretteki hayatımız için faydalı narsalarni bizga buyuruydi ve bizning hayatımızga ziyonliq narsalarni bizga cheklab, mani qilmanglar, mani yemanglar deb mani qildi. Mana Rab degan so'z mushularning hammasini o'z ichiga oladi. Men mushundaq ulug' Rabbimni, ulug' egamni men qanday qilman, ulug'layman, pok deb bilman, pok deb e'tiqod qilman, pok deb ishonaman. Mening Rabbimning hech qanday kamchilik, hech qanday nuqson, ayb yo'q mening Rabbimda. Rabbim hamma ishda shundoq mukammal, hamma ishda cheksiz, shundoq ulug', hammadan ustun deb bilman degan bo'ldi. Shunga Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fasabbih bismi robbikal azim degan oyat tushgan chog'da seninki katta Rabbinin ismini tasbih etkin, yani Subhane Rabbiyal Azim degan ayet nazil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ayetni rukuda o'qinglar degan. Shunga biz rukuda Subhane Rabbiyal Azim deymiz. Bu A'la suresi nazil bo'lganda Subhane Rabbiyal A'la degan so'zni sajdada o'qinglar deb Rasululloh bizga o'rgatgan. Shunga sajdada Subhane Rabbiyal A'la deymiz. Mana shu o'zimizningki egimiz bo'lgan, bizni parvish qilib turgan, bizni himoya qilib turgan, bizga cheksiz, sanab tugatkusiz ne'matlarni berib turgan, biz o'lgandan keyin oxiratda yana jannat bilan mukofotlaydigan mangu hayotimizda bizni shundoq deb tugatkusiz nozik ne'matlar bilan mukofotlaydigan ulug' egimizni, Rabbimizni barliq ulug' sifatlar bilan sifatlab, uningga loyiq bo'lmaydigan har qanday narsadan uni pok va munazzah deb e'tiqod qilib va buni tilimiz bilan aytib Alloh taoloni zikr qilamiz. Alloh taolo bizni shu ulug' iymonimiz bilan yashab, shu iymon bilan dunyodan o'tganini nasib qilsin. Alloh taolo Qur'oni Karimni yaxshi o'qib, tushunib, Qur'oni Karimga amal qilib yashab o'tganini nasib qilsin. Alloh taolo bu ulug' Qur'oni Karimni qiyomat kuni bizga shafaatchi qilsin. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafaatiga erishtirsin. Alloh taolo ota-onalarimizning gunohlarini mag'firat qilib, joyini jannatda qilsin. Bola chaqalarimizga insof, tavfiq, hidoyat, ilm ato qilsin. Bola chaqalarimizning barliq ishlarini osonlashtirib bersin, ularni dunyo va oxiratda baxtli qilsin. Alloh taolo qiyomat kuni hammamizni jannatda jam bo'lg'ili, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lg'ili nasib qilsin. Alloh taolo qiyomat kuni jannatda o'zining jamolini ko'rgili nasib qilsin. Hammamizning joyini Firdavs jannatidan qilsin. Amin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.